Azizlarim, 24 ming dollarga 32 sotik 115 tub gilosi bor, pishdi уже, biznes. Mana shu giloslarni ham sota olasizlar, 2 haftada zo'r qizarib qoladi. Musofirda ko'rib turgan azizlarimga mana bizda giloslar ham pishdi. Sizlar yuraveringlar. Bunaqasi qaytib uchira olmaydi. 24 ming dollarga qayerda bor ekan bunaqa 32 sotik. Eng qizig'i 115 tub gilosi. Giloslar eng kichkinalari shunaqa katta bo'lyapti. Azizlar, katta daraxtlar bunaqasi yo'q. Eng qizig'i suv bor azizlarim. Kaleniy kolxoz bobolashganda giloslar pishibdi уже. Buni olamiz desanglar, yaxshi kami bor deyapti. Zudlik bilan sotish kerak ekan. Videoga befarq bo'lmanglar. Bu video 13-may kuni chiqyapti azizlar. 13-may kuni mayskiy giloslarimiz pishdi. Azizlarim, bu 32 sotikni albatta bir hojalarga olib beringlar, otaxonlar mazza qilib kelib aylanib yuraveradi. Meni ketkim kelmay qoldi. 24 ming dollar azizlar, yana yaxshi kami bor deyapti. Albatta qiziqinglar. Katta yo'lda hech qancha kirmaysizlar. Suvli joylar, Kaleniy kolxoz bobolashgan 115-marshruta avtobekatidan bunday piyoda yurib keldi. 150 metr yursanglar kelasizlar. O'zi odamlar yashayapti ham, shunaqa chiroyli gavjum joy ekan. Bir qanday xilvat emas, birin burchak emas azizlarim. Keting, adreslarni sizlarga to'g'riroq qilib tushuntiraman. Yo'lda bo'yiga chiqib telefon nomerlarini albatta qoldiraman. Juda ham zo'r narx. Akamiz mon deb qo'ymadi. Adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, Kaleniy kolxoz bobolashgan bo'lyapti. Mana yerda 115 ta avtobekati bor, Kanishkasi azizlar. Shu yerdan to'g'ri kirib ketasizlar. Haligi aytilayotgan 32 sotik ulush yerimizga borasizlar. 24 ming dollar yana kami bor deyapti. Azizlar, orientirimiz shu yer bo'lyapti. Mana magazinlar bobolashganda sentri bo'lyapti azizlar. Telefon nomerlarini yozing. 0555 bilan 23 67 68. Qaytaraman, 0555 bilan 23 67 68. Azizlar, juda ham yaxshi ko'rdinglar. 115 ta giloslari bor ekan, уже qizarib pishib qolibdi azizlar. Shap olinglar, ashi giloslar ham sizlarga qolib ketsin. Bunaqasi qaytib uchira olmaydi. Dokumentlari zo'r deyapti akamiz. Sirazu o'tkazib beradi ekan, telefon qilinglar.